Bugun hurmatli obunachilar, qarshingizda modelni jinnisi videoni oxirigacha ko'rish tavsiya qilaman. Tribosni qaranglar mana. Pultda yonadi. Chesterni qaranglar. Spannisini qaranglar. Shkafini qaranglar. Ko'ryapsizlarmi? O'ta jinni ishlangan mana, ko'ryapsizlar. Bu modelimizni narxini videoda oxirida aytib beraman. Tribosni ko'rib qo'ysanglar bo'ladi. Ponni oynadan iborat, razmerlari 150 sm. 4 ta xaladondan iborat bo'ladi. Xaladonlar ponni davchi mexanizmdan jihozlangan. Chesterda 2 ta eshik, bitta xaladon. Svitinglarni ko'rsanglar bo'ladi. Juda ham ajoyib tarzda ishlangan. Spannisning matraslari o'ta baquvvatidan, tagida nasoslari ham bor. Ko'rsanglar bo'ladi. O'ta jinni ishlangan. Shkafimiz 6 qanotdan iborat. Bu chekasida polka, vishilkalardan iborat ayollarimiz uchun. Bu tarafda murskoy taraf. Kostyumlarni ilib qo'ysanglar, bu yerga bunday qilsanglar oson tushadi, xudo xolasa. Olib, kiyib ketaverasizlar. Qulaylilari. Shkaflarini bu tarafga ham murskoy taraf. Ko'rsanglar bo'ladi. Trimosni qaranglar, mana pultda boshqariladi. Chesteri, Spannisi. Narxiga kelsak, bu modelimizning narxi 14 million so'm, dastavkasi O'zbekiston bo'ylab besplatniy.